Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz funksiyalar. Demak, funksiya juft to'qligi dan boshlaymiz. Demak, birinchi funksiya tushunchasiga to'xtalib o'tsak, funksiyani ta'rifiga beradigan bo'lsak, x va y haqiqiy sonlar to'plami berilgan bo'lib, ular r ning bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari, ya'ni x ham r ni qism to'plami, y ham r ni qism to'plamlari. X va y lar esa mos ravishda ularning elementlari x katta x dan olingan, y katta y dan olingan bo'lsin. Ta'rif: agar x to'plamdagi har bir x songa biror qoida yoki qonunga ko'ra y to'plamdan bitta y mos qo'yilsa, x to'plamda y funksiya berilgan yoki aniqlangan deb ataladi va y simvolik ravishda f x y ga qoidasi yoki y barobar fx kabi belgilanadi. Bunda x argument yoki erkli o'zgaruvchi, y funksiya yoki erksiz o'zgaruvchi, f xarakteristika, qonun yoki qoida. X to'plam funksiyaning aniqlanish sohasi, qiymatlar to'plami yoki o'zgarish sohasi deyiladi. Bundan keyin biz funksiyani y barobar fx kabi yoki y barobar qandaydir x ga bog'liq holatda belgilaymiz. Funksiyani berilish usullari: y barobar demak fx yoki x barobar y shaklidagi formulalar bilan berilgan funksiyalar oshkor shaklda berilgan funksiyalar deyiladi. Masalan, y barobar 6x minus 2, y barobar x kvadrat plus ln x funksiyalar oshkor shaklda berilgan analitik usulda berilgan funksiyalar bir nechta formulalar vositalarida yozishi ham mumkin. Masalan, mm, fx barobar kosinus x agar minus p va 0 orasida bo'lsa x birga teng, agar 0 bilan x 1 orasida bo'lsa, 1 taqsim x ga teng 1 bilan 2 orasida bo'ladigan bo'lsa. Bu funksiya aniqlanish sohasi, ya'ni aniqlanish sohasi minus p dan 2 gacha bo'lib, u 3 ta formula yordamida berilgan. Ikkinchi, agar x va y o'zgaruvchi qandaydir fx barobar 0 tenglama bilan berilgan, ya'ni tenglama y ga nisbatan yechilmagan bo'lsa, u holda funksiya oshkor emas ko'rinishdagi funksiya bo'ladi. Uchinchi, parametrik shakldagi, ya'ni x barobar fita plus y barobar fita. Fita bittasi jet deylik, ikkalasi ham bir xil bo'lib qolibdi. Bittasi psita bo'ladi. Siyta ko'rinishda. Bu yerda alfa bilan beta orasida berilgan. Y barobar fx funksiya x va x ning y ga mos qo'yilishi parametr deb ataladi. Uchinchi, bir t o'zgaruvchi yordamida ifodalanishi mumkin. Ya'ni y barobar fita, x barobar fita, y barobar psita. Demakda alfa bilan beta orasida, bu yerda fita va psitalar analitik usulda berilgan funksiyalar bo'lib, d fi bilan d psi ni kesishmasi bo'sh bo'lmagan deb hisoblanadi. Funksiyalar berilishi eng ko'p uchraydigan usul analitik usuldir. Bu usulda matematik analizda juda ko'p ishlatiladi. Funksiyani aniqlanish sohasi: argumentning funksiyani ma'nosini yo'qotmaydigan, ya'ni cheksiz yoki mavhumlikka aylantirmaydigan hamma qiymatlari to'plami shu funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi. Oddiygina qilib aytganda, x o'zgaruvchini e, qabul qiladigan qiymatlari aniqlanish sohasi deyiladi. Y funksiyani qabul qiladigan qiymatlar sohasi deyiladi. Bu yerda funksiyani o'zgarish sohasi y barobar f funksiya x tegishli x to'plamda berilgan bo'lsin. Funksiya o'zgarish sohasini topish uchun quyidagi tasdiqlarni inobatga olish kerak. Birinchi, berilgan funksiya, bu yerda uzluksiz funksiya nazarda tutiladi. Qaralgan soha eng kichik va eng katta qiymatga erishsa, fx funksiyaning o'zgarish sohasi uning eng kichik va eng katta
hamda ular orasidagi barcha sonlar to'plamidan iborat bo'ladi. Ikkinchi, agar funksiya eng kichik, eng katta qiymatga ega bo'lsa-yu, ammo eng katta kichik qiymatga erishmasa, ya'ni u cheksiz ortda kamayib borsa, funksiya o'zgarish sohasi funksiyaning eng kichik, eng katta qiymati va shu qiymatdan katta, kichik barcha sonlar to'plamidan iborat bo'ladi. Uchinchi, agar fx funksiyaning berilgan e, bo'lib uni x ga nisbatan yechish mumkin bo'lsa, ya'ni x barobar phi y shaklida yozish mumkin bo'lsa, bu holda y barobar fx funksiya o'zgarish sohasini topish uchun x barobar phi y funksiyani aniqlash sohasini topish yetarli bo'ladi. Demak, x barobar phi y funksiyani aniqlash sohasi y barobar fx funksiyani o'zgarish sohasidan iborat bo'ladi, ya'ni qiymatlar sohasi deyiladi. Umumiy holda y barobar fx funksiyani o'zgarish sohasi a bilan b orasida b musbat son, y barobar fx funksiyani o'zgarish sohasi esa s bilan d orasida d musbat son bo'lganda, fx plus px funksiyani o'zgarish sohasi a plus s dan b plus d kabi aniqlash yoki ko'paytmasi a s dan b d kabi aniqlash mumkin emas. Ya'ni ularning ko'rinishi har xil bo'lib qolishi mumkin. Beshinchi, agar y barobar fx funksiyani o'zgarish sohasi a bilan b orasida bo'lsa, j barobar m ko'paytiri fx funksiyani o'zgarish sohasi m musbat bo'lganda, ma kichik j mb dan m kichik 0 bo'lganda esa ma katta j katta mb bo'ladi. Agar y barobar fx funksiyani o'zgarish sohasi a bilan b bo'lsa, j barobar n plus fx funksiyaning o'zgarish sohasi n plus a kichik yoki teng j kichik yoki teng n plus b dan iborat bo'ladi. Demak, berilgan funksiyaning o'zgarish sohasi -11 dan 11 gacha, bu birorta misolni e, javobi yozilib ketgan. 6-ga o'tamiz. Agar y barobar fx funksiyaning o'zgarish sohasi minus a bilan a minus cheksiz plus cheksiz bo'lsa, u holatda y1 fx ni moduli yoki y2 fx ni kvadrati funksiya o'zgarish sohasi 0, y1 kichik yoki teng a, 0, y2 kichik yoki teng cheksiz bo'ladi. Masalan, y barobar kosinus x ni o'zgarish sohasi -1 bo'lgan holda, y1 barobar kosinus x ni modul bo'ladigan bo'lsa yoki kvadrati bo'ladigan bo'lsa, o'zgarish sohasi 0, 1 ga teng bo'ladi. Yoki y barobar tangens x ni o'zgarish sohasi minus cheksiz bo'lganda, u holatda y1 tangensda moduli tangensni kvadrati o'zgarish sohasi 0 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Mana bu yerda minus cheksiz minus qolib ketgan. Funksiya juft va toqligi. Demak, agar istalgan x tegishli x uchun x r ni qism to'plami uchun minus x tegishli x bo'lsa, u holda x to'plamda O nuqta koordinata boshiga nisbatan simmetrik to'plam deyiladi. Butun sonlar to'plami z minus cheksiz kabi to'plamlar koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik to'plamlar. Y barobar fx funksiya O nuqtaga nisbatan simmetrik bo'lgan x to'plamida aniqlangan bo'lsin. Agar istalgan x uchun minus x fx ga teng bo'lsa, u holda fx funksiya x to'plamida juft funksiya deyiladi. Juft funksiyaga misollar x kvadrat, kosinus x, modul x funksiyalar koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan to'plamlarga qaralsa, ular juft funksiyalar bo'ladi. Ya'ni koordinata o'qlarga nisbatan simmetrik bo'lgan funksiyalar juft funksiyalar bo'ladi. Tarixda x to'plamni koordinata boshiga nisbatan simmetrikligi muhimdir. Agar istalgan x uchun minus x minus fx bo'lsa, u holda fx funksiya x to'plamda toq funksiya deyiladi. Misol uchun, y barobar x kub, tangens x, modul x taqsim 2x funksiyalar o'zlarining aniqlash sohasida toq funksiya bo'ladi. Agar istalgan x minus xlar uchun f minus x teng emas f plus minus x sharti o'rinli bo'lsa, holatda y barobar fx funksiya x to'plamda juft ham emas, toq ham emas deyiladi. X kvadrat minus x sinus x minus kosinus x funksiyalar
O'zining aniqlanish sohasida juft ham emas, tog' ham emas bo'lgan funksiyalar bo'ladi. Quyidagi xossalarga ega bo'ladi juft va tog' funksiyalari. Ikkita juft funksiyani yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi va nisbati e, yana juft funksiya bo'ladi. Ikkita tog' funksiyalarini yig'indisi, ayirmasi yana tog' funksiya bo'ladi. Ikkita tog' funksiyalarining ko'paytmasi va nisbati juft funksiya bo'ladi. E, Agar y barobar fx funksiya x barobar fita tog' funksiya bo'lsa, u holda y barobar f fita murakkab funksiya ham tog' funksiya bo'ladi. Y barobar fx funksiya juft funksiya x barobar fita esa tog' bo'lsa, funksiya juft bo'ladi. U holatda y barobar fx f fita murakkab funksiya ham juft funksiya bo'ladi. Teorema koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan x to'plami aniqlangan har qanday fx funksiya juft va tog' funksiyalarining yig'indisi ko'rinishida ifodalansa, ya'ni katta fx barobar fx plus minus minus fx taqsim 2 fx minus f minus x taqsim 2. Bundan birinchi had juft funksiya, ikkinchi had esa tog' funksiyadir. Istalgan x1 x2'lar uchun x1 kichik x2 bo'lganda fx1 fx2dan kichik yoki teng yoki fx1 kichik fx2 bo'lsa, tenglik o'rinli bo'lsa, fx funksiya x to'plamda o'suvchi yoki kamayuvchi qat'iy o'suvchi deb aytiladi. Fx funksiya x to'plamda aniqlangan bo'lib, fx funksiya o'zgarish qiymatlar sohasi bo'lsin. Y barobar fx funksiyaning har biri y tegishli y qiymatga biror j munosabatiga ko'ra x dan faqat bitta x mos qiymat kelsa, y to'plam funksiya aniqlangan bo'ladi va y barobar fx ga nisbatan teskari funksiya deyiladi va x barobar f minus 1 y yoki jy ko'rinishda belgilanadi. Odatdagidek funksiya y bilan, argument esa x bilan belgilanishiga muvofiq y barobar f minus 1 y ko'rinishdagi yozishadi. F minus 1 x ni gx desak, y barobar gx bo'ladi. Fx funksiya d f to'plam teskari gx funksiyaga ega bo'lishi uchun o'z aniqlanish sohasida argumentning har bir qiymatiga funksiyaning ham har xil qiymati mos kelishi zarur va yetarli. Ya'ni ixtiyoriy x1 x2lar tegishli dflar uchun x1 x2 ga teng emas, fx1 fx2 ga teng emas. Funksiyalar haqida qisqacha tushunchamiz, eslab o'tgan ta'rif teoremalarimiz shundan iborat edi.